O'zbekiston Respublikasi Prezidentining elektrotexnika sanoatining ishlab chiqarish va eksport salohiyatini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2024-yil 10-yanvardagi PQ 15-sonli qarori qabul qilingan bo'lib, unda elektrotexnika sanoati sohasida qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligiga doir quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, mazkur qaror 8-bandida 2024-yil 1-fevraldan boshlab elektrotexnika sanoati korxonalari tomonidan ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun xomashyo va bituvchi qismlarni import qilishda, shu jumladan 120 kun kechiktirib to'lashda qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish imkoniyatini beruvchi tizimda bir vaqtning o'zida istalgan miqdorda bojxona yuk deklaratsiyasini yuborish, import bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini birinchi navbatda soliq organlaridagi hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasini hisobidan undirish, so'ngra yetmagan qismi bo'yicha undiruvni bojxona depozitidagi mablag'larga qaratish tartibi joriy etilishi, shuningdek majburiy raqamli markirovka qilinishi belgilangan maishiy texnika mahsulotlarini ro'yxatga olish, muvofiqlik sertifikati berish va muvofiqlik deklaratsiyasini ro'yxatga olish qat'iy ravishda tegishli markirovka kodi olingandan so'ng amalga oshirilishi belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 227-1 moddasiga muvofiq fiskal belgilarni aks ettirish yoxud avtomatlashtirilgan hisobga olish o'lchov vositalari bilan jihozlash yoki soliq organlarining axborot tizimlari bilan integratsiya qilinishini ta'minlash bo'yicha qonunchilikda belgilangan talablarni yoki tartibni buzish, shuningdek tovarlarni, mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar, import qiluvchilar va sotuvchilar tomonidan identifikatsiya vositalari orqali majburiy raqamli markirovkalash qoidalarini buzish, realizatsiya amalga oshirilgan oxirgi hisobot choragida olingan sof tushumning 2% miqdorida jarima solishga sabab bo'lishi, xuddi shunday huquqbuzarlik jarima qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takroran sodir etilgan taqdirda realizatsiya amalga oshirilgan oxirgi hisobot choragida olingan sof tushumning 20% miqdorida jarima solishga sabab bo'lishidan kelib chiqqan holda tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'z faoliyatlarini amalga oshirishda mazkur qonunchilik hujjatlari talablariga rioya qilishlari so'raladi.